discussion possible. The Uyghur Human Rights Project issued 29 may Amerika Davlat Majlisining Rayburn sarayida Uyg'urlarning diniy erkinlik ahvoli haqida maxsus 1,5 soatlik doklad berish yig'ini va muzokara elib berildi. Amerika Uyg'ur birlashmasi qaramog'idagi Uyg'ur kishilik huquq programmasi tadqiqotchilari tomonidan mayning 5-da e'lon qilingan bulg'angan muqaddas huquqlar Xitoyning to'mir mushti ostidagi dafsanda qilinayotgan Uyg'ur diniy erkinligi nomli doklad asosida ochilgan mazkur muzokaraga yig'in uyushtiruvchi o'rin bo'lgan Uyg'ur Amerika birlashmasi raisi olim Seyitov apandi va Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi jamiyatining muavin raisi Luisa Grivi xonim riyosatchilik qildi. China's iron fist repression of Uyghur religious freedom on April. I would like to introduce our first speaker. Yig'inga Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti, Erkinlik sarayi, Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, Xalqaro kechirim tashkiloti, Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komiteti va bir qism xalqaro axborot o'rinlaridan bo'lib 50 atrofida kishi qatnashdi. Well, I think that the restrictions on Uyghur religious freedom is just one of many policies. Uyg'ur kishilik huquq programmasi ishxonasidan Henrik Sizadovskiy Uyg'urlarning diniy erkinligining bostirilishiga uchrash ahvoli haqida bergan dokladida Uyg'urlarning diniy erkinlik vaziyatining bo'libmi 2005-yildan keyin Xitoyning rayonda yurgizgan yangi diniy siyosatlar bilan yanada keskinlashganligi, Xitoy o'zining asos qonuni va xalqaro qonunlarga xilof holda Uyg'urlarning ro'za tutish, namoz o'qish, hajga berish, mavlud o'tkazish, Qur'on o'qitish qatorli qonunliq diniy faoliyatlarni jinoyat kategoriyasiga kirgizib, bostirgandan sirt hatto soqol burut qo'yish, yog'liq ortish, Örüp odatlar bo'yicha kiyinishiga cheklama qo'yish to'g'riliqmi belgilamlarni yo'lga qo'yib, Uyg'urlarning kishilik huquqlarini dafsanda qilayotganligini pokitlik misollar bilan ko'rsatdi. These policies form a lot of strategic undermining of Uyghur cultural identity. U yana Xitoyning Uyg'urlarga Xitoyning boshqa joylaridan qattiq siyosat yurgizishidagi sabab haqida to'xtalib, islom dini Uyg'urlarning milliy kimligining muhim bir parchasi. Shundaqla Uyg'urlarni Xitoydan ayirib turadigan eng muhim omil. Shunga Xitoy buni bir tahdid va Uyg'ur elini kontrol qilishda bir to'salg'u deb qaraydi. Ammo Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan diniy besimi chekdan eshib Uyg'urlarning kimligiga tajovuz qilishga yetib borganligi uchun Uyg'urlarni turli qarshiliklarga zo'rlamoqda. Xitoy xalqaro terrorizmga qarshi kurashni suiiste'mol qilib, bu xil chekdan oshgan bostirish siyosat tadbirlari orqali Uyg'urlarni terrorlikqa majburlamasligi kerak deb o'tirib qo'ydi. Yig'inda maxsus so'zga taklif qilinganlardan xalqaro kechirim tashkiloti Washington sho'ba mas'uli Tikumar apandi bayonini biz Xitoyni xalqaro terrorizmga qarshi urushni suiiste'mol qilmaslikqa qayta ogohlantiramiz deb qat'iy talaffuzda oxirlashtirdi. I think as this report shows, the restrictions that have been placed on religion, which is such a fundamental part of Uyghurs' daily lives, İnsan haqlarını kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari mas'uli Sofiya Richardson xonim bo'lsa, bugungi dokladda ko'rsatilgandek, Xitoyning dinga qartilgan cheklamalari Uyg'urlarning kundalik hayotidagi eng negizlik bo'lgan e'tiqodga qartilgan cheklama. Bu xil cheklamalar orqali Xitoy o'zining qonuniy va xalqaro qonunlarga ig'ir xiloflik qilmoqda. Bu xil cheklamalarning oqibatlarini mo'ljallamak tez. Bu vaziyat mush yo'sinda davomlashaversa, Uyg'urlar o'z yurtini tark etib, boshqa davlatlardan panohlik tilashga majbur bo'lishi mumkin degan andishlarini bayon qildi. Religion to education to whether people decide to stay in Xinjiang or seek refuge elsewhere. These consequences, they're not small consequences. Yig'indan keyin Oqsaroyda yana bir yig'inga menish oldida ziyoratimizni qabul qilgan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining siyosat va tadqiqot ishlari mas'uli doktor Scott Phillips mundaq dedi. President Obama is going to be meeting with his counterparts next week, so I think it's important that there. Men bugun Oqsaroyda Xitoydagi diniy erkinlikni o'z ichiga olgan kishilik huquq va internet erkinligi masalalarini o'tirib qo'ymoqchi. Kelar hafta Prezident Obama Xitoy raisi bilan ko'rishdi. Meningcha, diniy e'tiqod erkinlik masalasi ularning suhbatidan muhim qatorda o'rin olishi zarur. Diniy e'tiqod erkinligi masalasi ikki davlat o'rtasidagi muhim masalalarning biri. Biz yaqinda e'lon qilgan dokladimizning
Xitoyga qartilgan qismida Uyg'ur musulmonlarga oid mazmunlarmi ko'p. Uyg'ur kishilik huquq programmasining bugungi bu vaqtdagi dokladidimi diniy e'tiqodga doir nurg'un masalalar yoritilgan. Men bu qitim Oqsaroyda o'tirg'i qo'ydigan masalalar Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan suhbat jarayonida qaysi nuqtalarni o'tirg'i qo'yish haqida bo'ladi. But the major issue is the meeting coming up next week. And so we want to talk about what are going to be on the talking points for the White House next week. Amerika Demokratiyani ilgari surish fondining muavin prezidenti Louisa Grieve Uyg'urlarning diniy erkinlik masalasini o'z ichiga olgan kishilik huquq masalalarining xalqaro jamiyatga bara-bara to'nilayotganligini eskartib, that it's dangerous to be a believer and uses all kinds of repressive techniques, and that's something that very few Uyghurs can talk about. They're afraid. So if even a few of them can speak out about it, and then a human rights group turli bisim siyosatlarini davom qilmoqda. Dinga e'tiqod qilish bir xatarlik ishli bo'lib qolmasdan, bu vaqtda norozilikni ifodalashmi intayin xatarlik. Ammo shundaqdimi Uyg'urlar ichida uchrayotgan diniy bisimlarni so'zlashga bir qancha odam jur'at qila olgan bo'lsa, bu vaqtda texmi to'liq dokladlarni tayyorlashga va buni xalqaro jamiyatga tunishtirishga foydali bo'lgan bo'ladi. Albatta Uyg'ur elida mustaqil tekshirish ilib berish mumkin emas va yana ko'p kishilarning, dongli shaxslarning, avtor va boshqalarning Uyg'urlarning inson haqlari masalalarini to'g'ri tunib, tashviq qilishini bo'libmi, Xitoy fuqarolarining Uyg'urlar uchrayotgan bisim hamda Xitoy siyosatlarini yanada ilgirlab, to'g'ri tunishini umid qilaman. I hope this will come to the Chinese people. I hope you take the time to learn about the problems in your country and understand the problems that Uyghurs face. Uyg'ur kishilik huquq programmasi ishxonasidan Henrik Sizardovskiy Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinlik vaziyatining o'zgarishiga bo'lgan umidini ifodalab, My hope is that Uyghurs are able to practice the religion. Uyg'urlar o'zlarining urf-odatlari bo'yicha diniy e'tiqodini erkin holda davom qila oladigan, buning uchun Xitoy hukumatining bostirishiga uchramaydigan bo'lishini, Xitoy hukumatining Uyg'urlarning e'tiqodini bir tahdid emas, balki o'zaro tushunishni ilgari surishdagi bir kuch deb tunib yetishini umid qilaman. Shundaq bo'lganda navbatdagi jiddiylik va Uyg'urlarning noroziligining pasayishiga turtki bo'lgan bo'ladi. And it builds stability and it builds peace between communities. Yig'in oxirida ziyoratimizni qabul qilgan Uyg'ur Amerika birlashmasining raisi Olim Seyitov apandi diniy erkinlik masalasining bo'lsa, yadrolik masala ekanligini o'tirib qo'ydi. Uyg'urlarning diniy erkinlik masalasi hammamizga ma'lum, nihoyatda bir zil bir masala. Xitoy hukumatı Şu 11-sentabrdan keyin Uyg'urlarni musulmon deb keng ko'lamli bostirish olib bordi. Nurg'un jihatda Uyg'urlarning hamda musulmon bo'lib qolganiga Uyg'urlar pushaymon qilg'idek darajada zarba berib keldi. Bu dokladni nihoyatda yaxshi tayyorlik qildik. Hamda Xitoyning shirki nurg'un faktlarni izlab tepib, bizning tadqiqotchimiz yana Uyg'urlarni Turkiyaga berib alohida ziyorat qilish orqali nihoyatda yaxshi yuzbatlik bir dokladni tayyorlab chiqib, ana bugun hamda haqiqiy sifatda Amerikaning davlat majlisida bu yig'inda buni Amerika xalqiga ham dunyo xalqiga sundiq. Bu Uyg'urlarning diniy ziyonkashlik masalasini Uyg'urlarning og'zidan emas, o'sha Amerikaliklarning o'zining og'zidan olganda bular Uyg'urlarning beshiga kelgan kun haqiqatan dahshatga buning ko'ngli bo'lmasak bo'lmaydi ekan deb bir hukumat sifatida Amerika yo nurg'unlar bir tashkilot sifatida Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'lsin deb bu yerda bugun bu cho'ng yig'in ochdi. Uyg'urlarning diniy erkinlik masalasida g'arb dunyosi va yoki dunyo Xitoy bilan atgan dialoglarda o'tirib qo'yish tegishli eng muhim masala nima deb qaraysiz? Uyg'urlar hamda Xitoy hukumatining qo'lida umumyuzlik hamma jihatda ziyonkashlik uchrayapti. Uyg'urlarning ziyonkashlik uchrashi diniy jihatlar emas, kishilik huquqlar emas. Uyg'urlarning Uyg'ur bo'lganining o'zimi Xitoyda bir tahdid bo'lyapti hozir. Shundan albatta o'tirib qo'ydigan masalalar nihoyat ko'p, lekin abaytin bu yerda bizning amerikalik do'stlarimiz so'zlab o'tib ketgandek, bu diniy erkinliklar emas, nurg'un boshqa erkinlikni berib taqishdi. Diniy erkinlik degan so'z erkinligi berib taqishdi. Yig'ilish erkinligi berib taqishdi. O'zini ifodalash erkinligi berib taqishdi. Endi bir davlatdan yana bir davlatga chiqish, masalan, haj bo'lish uchun u erkinlik, ro'z tutish masalan erkinlik. Bu nurg'un erkinligi berib taqishgan erkinlik. Qolgan erkinliklar albatta hammasina oid muhim. Shuningga shu Amerika hukumati bo'lsin, g'arb ellari bo'lsin, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, ham musulmon davlatlar bo'lsin, meningcha shu Uyg'urlarning diniy
jihatdan dafsanda bo'lish masalasini, diniy erkinlikni birinchi o'rinda tutib o'tirib qo'ysa, meningcha qolgan masalalarni keyin-keyindan chiqdi deb qarayman. Hamda Uyg'urlarning shu siz aytayotgan, uchrayotgan shu barliq masalalarni anglitishda shu Uyg'urlarning diniy erkinligini o'z ichiga olgan shu masalalarni anglitishda Uyg'urlar uchrayotgan eng ustun raqobat nima? Biz G'arbga yangi chiqdik. G'arbga chiqqili Uyg'urlar bir 20 jiq bo'lsa 30 yilga bormadi. G'arbda biz yangi hamda bular Uyg'urlarning masalasini degandek yaxshi tushunib ketmaydi. Ammo o'tganki 5-10 yil mobaynida hamda G'arb ellari, hukumatlari Uyg'urlar masalasini aytib obdan biladi hozir. Bulub Rabiya xonim turmadan chiqqandan yaqin aytdi. Tirishchanlik bilan, aktivchanlik bilan butun dunyoni qezib, hamma davlatning parlament a'zolarining, hukumat amaldorlarining ko'rish orqali Uyg'ur masalalarini aytib obdan tushundirgan bo'ldi. Shuningdan keyin hamda dunyo Uyg'ur qurultiyining, Amerika Uyg'ur birlashmasining degandek nurg'un har qaysi davlatga Uyg'ur tashkilotlarining o'z davlatida masalani anglatish orqali hukumat yani akademiklar, yani tadqiqotchilar Uyg'urlar masalasini aytib obdan biladi. Ammo xalq ba'zi davlatlarda yaxshiroq bilish mumkin, ba'zi davlatlarda ozroq bilish mumkin. Ammo umumyuzlik Uyg'ur masalasi bir xalqaro bir masalaga aylandi hozir. Garchi Tibet masaladek bir noyda kuchlik, noyda bir donliq bir masala bo'lmagan taqdirdami, Uyg'urlar qisqa yil mobaynida Tibet masalaga yaqin bir masalaga aylantirib, Tibet masalasi har qanday bir vaqtda o'tirib qo'yilganda Uyg'ur masalasi o'tirib qo'yilgan bir darajaga bordi. Buning o'zi biz uchun aytib cho'ng bir g'alaba. Ammo shunda bo'lsa, albatta biz endi bu natijaga erishdik deb yana buningdan mag'rurlanib o'tirishning hojati yo'q. Buni davomli holda Tibet masalasiga o'xshash bo'lsa, uningdan yo'g'an bir masala qilib ko'tarib chiqishimiz nihoyat muhim. Shuningga bizning endi bu qitim bu dokladni chiqarishimizda asosan dalil isbotlarni qiyzib chiqib, dunyoning har qaysi joylaridan bo'lsin, vatandan bo'lsin, buni o'tirib qo'ya oldik. Shu sababdan bu qitimqi bu diniy erkinlik dokladi nihoyat muhim, nihoyat dalil isbotga ega, ham Amerikaning hukumatining odamlarimi, Amerikadagi tadqiqotchilarmi nihoyat hurmat qilgan, bir cho'ng bilgan bir doklad bo'ldi. Shuning bundan keyin Xudoyim bu davomli yana biz shu dalil isbotga asosan sovuqqonlik bilan bu ishlarga muomala qilib, bundan keyin texmo yaxshi dokladlarni chiqarishimiz.